Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimiz ustunovka jarayonini tugatdik. Bu mebelni Buloqbog'chi tumani Nayman mahallasiga ustunovka qildik. Joyimiz общий holati 450 holatda bo'ldi, bo'yi 220 holatda bo'lgan. Akril materialda, antrastga, krem perilgan akrilda bo'ldi. Kafelar mebel ichida bir pagana metri 2 million 100 ming so'mdan umumiy narxi 9 million so'mga bo'ldi. Mebelimizni ichida besplatniy bo'lgan narsalar, mo'kasi, smemitili, har doimgidek sushilka, xaridorda turadigan qo'shilga soladigan qartuzimiz, tashcha, anaqa sochiladigan turba, shu narsalar besplatniy holatda bo'lgan. Kafe ham mebel ichida bo'lgan. Soyuz firmani stolishnicasida bo'ldi, matviy stiklariga temirlarni qo'yib qo'yganmiz. Onday anaqalari bor, prinsiplar qo'yilgan ekan. Vakuum shandillarda xolodilnikimiz, xolodilnik bu yog'ini ulab ketirgan. Uyimiz perikos holatda bo'lgan. Burchagi anaqalarni bekitib qo'ydi mana. Devor yopishgan olib. Burchagi anaqa holatda bo'lgan. Yo'q mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.